Assalomu alaykum hammaga. Matiz mashinasini olib qoldik. Tashidan ham, ichkarisidan ham eshigi ochilmay qolgan. Shu holat bo'lyapti. Shu holatda ochilyapti xolos eshik hozirmi. Ko'rib chiroyli qilib. Hop, eshigimizni ochib oldik. Ayblar topildi. İşte senter zamoyda legirovkasi turadi. Senter zamoy qo'yilgan. Senter zamoyda legirovkasi. Legirovkadan chiqib ketib qolgan hisobiga shu holat bo'lgan. Hozir endi yopib, terib qo'yamiz. Keyin ishlatib ko'ramiz. Mashinamiz bitti. Ochilyapti. Hech qanday kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.